Yo aman tog'a bugun nima ko'rinmaydi? Ya bugun mejdansa toshlaylar ustiga. Zo'r bo'ldi bozor ha bugun ha. Cho'ntak to'ldimi? Malades. Gazini bosing. Nima qilasiz? Yo'q, qo'shmayman. Qo'shaman aka. Jicha qo'shing. Mana Buragi bormi? qari qiz. Qari qizmi? Qancha bo'lyapti o'zi? Qancha bo'lyapti? Mashinani ham chiqaraman, bunday keyin dehqonlar kirsa, keyin asar yengilroq bersa keyin. Mana O'zlar mana u past qilyapti. Sizlar bermaydi dehqonlar. necha pul jazmani qancha qilyapti? 9 million. Bering. Yo'q, olmay. Keyingi hafta hamma shaqa keladi. Nimaga? Hey, Birashtaga qo'shyapti mana chiqincha tag'i. Birashtaga. Qo'ying aka. Buni 2 million 500 ming so'm savdo bo'lyapti mana shu xonajimiz. Xolang bering, xolang qo'lingizda qolib ketsin. Mana 10 kilo 600 bo'ldi borlar aka. Yurtdingizmi? Yurtdim mana men. Qo'ying Birashtaga. 600 ga bor berasiz. Bor aka 600 bo'ldi. Bor baraka. Ana shu xonajimiz savdo bo'lyapti. Samsiz bo'ldi. Hayratda. Top toza bo'ldi. Medallar bilan chiqqan. Ana shu xonajim savdo bo'ldi. Buni 2 million 600 ming so'm. Barakasini bersin, chiroyli mol. Sigirlar ham savdo bo'lyapti aka mana. Nech pul bo'lyapti aka? 20,5. Bolasi xonajimmi? Bolasini ovoz 20 million 500 ming so'm bo'lyapti. Barakasini bersin qadrli obunachilar. Bog'dod bozoridamiz. Sigir qatorida. Jaydari sigirimiz. Bola buqacha ekan ha. Aka bering qiziganida. Qadaka lekin. Chiqadi. Bizimiz aka. Bloger. Telefonlarda faqat. Ha. Chetdan keltirilgan. Chetdan. Qancha bo'ldi? Yo jiyan. Qancha bo'ldi sigir? 20 million 100. 20 million 100 bo'libdi boyagi sigir. Qadrli obunachilar, navbatdagi sigirimiz bolasi buqami xonajimmi? O'vasi ekan. Nechinchi bolasi? Idishlari zo'r ekan. Nechinchi bola? 3-chi bola. 3-chi bola. Nechta sutga berasiz aka buni? 15 taga beraman. Idishi zo'r ekan ha? 15 taga beraman deyapti, taglari vashmudor. Aka, narxi nech pul buni? 35 ga. 35 million baho aytyapti ekan. 29 qilyaptimi? Ishqibozlarga nomer aytib ketak. 93lik 644 33 11 nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Akalar idishi zo'r ekan. Vashi zo'r ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. Buni nima qildim? O'sha edi. Bolagan chiqqandir-da. Maşallah, barakalar bersin. Navbatdagisi, qadrli obunachilar. Aka, nech pul deyapsiz buni? Akasini 12 deyapman. Qancha qildi? 10 million. Gallan ekan. Bo'ylari 1.5 plus atrofida, 1.10 atrofida akalar, 1.5 plus. 10 million so'm savdo qildi, zo'r. Barakasini bersin. Hurmatli tomoshabinlar, navbatdagi xonajinlarimiz Oloq orasidan
Boylari 1.5 plus, 1.10 atrofida. Narxi necha puldan aka bularda? 12,5 dan kami bormi? 12,5 dan kami bor ekan. Mas qanchaga bordi qorasi? Qancha qildi? Savdo qilishmoqda. Narigisi hammi? Uchinchisi ham akamizdan ekan. Shuni ham bo'yi 1.5 chiqadi. 12,5 dan uchalarsa ham. Nomer qoldirib ketak. 90lik 164 00 70 nomerga aloqaga chiqaverasizlar. To'liq ma'lumotni egalaridan olasizlar. Yetkazib berish xizmatlari mavjud. Davay. Hurmatli obunachilar, like bosinglar tasdiqlatib. Katta ishga qilamiz. Bag'dod bozori juda arzon bo'ldi. Rahmat. Hammalarga rahmat. Akalar, navbatdagi xonajinimiz. Murat aka nech pul? 11 million. 11 kami bormi? Mana 11 kami bor ekan. O'z gapiradi. Mol so'rasa bermaslar. 11 ga sotasizmi Murat aka buni? 9,5 so'rayapti. 11 ga sotaman deyapti. Kami yo'q ekan. Savdo bo'lyapti mana. Jo'r aka, nima so'ramayapsiz? Qanchaga berasiz? Bo'ldi, layklar bosib qo'yursin a. Savdo bo'lyapti akalar. Seniki o'rnida bo'lyapti. Oyda nima hozir? Boshqa benzin berma. Gazda yurmayapsizmi? Chiqqan foydasi boshqa Xudo xolasa bo'ldiraman deb. Mana shu molni olmaganingiz. Bugundan boshlanib biz. 2 kun, yana 2 kunda o'tkazib olsam, bir ilojim yo'q. Necha oy ko'rasan? Hali olib beraman. Beda borsa, Ko'chaga uyga kirmaydi. Bir oy yotdi. Uyga kirmaydi. Ko'chaga yotdi. Mashinada yotdi yurib. sizdan 1 million tashib ketyapmiz. Bir oy rasadan bor. Bozordan bormi? Yondirib yuborgansiz. Bozordan Ro'zadan ishni bosaman deyapti ekan. Omadini bersin. Qadrli obunachilar, mana navbatdagi xonajinimiz. Nech pul akami? 13,6 ming. Sotmadingizmi? Barakasini bersin. Bag'dod bozorida semiz ekanda. Bo'ladigan bu. Nomer qo'yamizmi? Nomer. Endi sotilib ketsa yo'q. Bo'pti. Zo'r. Navbatdagi xonajinimiz sotilib. Qancha bo'ldi? 13 million bo'ldi. Barakasini bersin. Mana 9 million 300 ga sotilibdi haligi 9 qilib turgan mol. 93 bo'libdi akalar. Videoni boshidamiz. 93 ga sotilibdi. Qosim aka qancha? 3 mi? 93 oldi oxiri. Zo'r. Mana shuni juda uzoq oldim. Barakasini bersin. Nech pul bu? Bu 12. Kami bor. Mayli, ishqibozga junda O'tib ham beraverasiz, ha? Sal totingchi. Sifatlisdan akalar mana. Sigir bopidan. Arqon endi tushdi. Bo'sh yurgan mol ekanda. G'ovda bo'sh yurgan. Nomer qoldirak, nomer. O'tib beraman. Hozirda men nomer qo'y. Bo'pti, bozorini bersin.
Qancha bo'lyapti? Aka 10 million qilyapti. 10 million savdo qilyapti. Barakasini bersin. 10 millionga 100 ming so'rayapti ekan. 9 million 900 ming so'm. To'qson to'qqiz qilyapti. 100 mingga talashyapti akalarimiz. Mana o'zimizning joydari xonajilimiz. Aka ishqozga bering. Ozgina qaramang, baraka topsin. Qanday beraman? Dehqonga beryapsiz. Savdogarga berdi. Stop 10,5 o'tdi endi. Xonajil. Nomerni berasiz? Bor berasiz. 10 millionmi aka? 10 million. Bering aka. 10,5 million bering debman-da, u yarmini bermaydi. 10 million so'm qilishyapti mana. 10 ga chiqibdi. Bozor tugadi. Bering aka. Hurmatli obunachilar, navbatdagi xonajillarimiz So'rtovoylari. Aka, nech puldan bular? 38 million so'm savdo qilyapti. Bo'ylari 1.5 plyusdan 1.10 plyusgacha. Uchalasi 38 million so'm savdosi bo'libdi. Chiroylilaridan, oldilaridan ko'rsatamiz. Bag'dod bozoridamiz. Xonajil qatorida. Aka, nomer qoldirasizmi? 33lik. Aytavering. 605 15 0555 0554 aloqaga chiqaverasizlar.